Xalq tilida aytganda Qo'qon diska, lekin boshqacha qilib aytganda shtampovinniy diskaga ega bo'lgan bu avtomobilning narxi O'zbekistonga yetib borguncha bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 135 ming AQSh dollari bo'ladi. Albatta bu Land Rover oilasiga mansub bo'lgan Defender'ning Trophy Limited Edition'i bo'ladi. Asosiy vazifasi va o'rnatilgan jihozlar to'liq off-road yo'llarga moslashtirilgan bo'ladi. O'rnatilgan jihozlar to'liq zavod tomonidan taqdim qilinadi va uning haqiqiyligi hamda sifatiga kafolat ham beriladi. Interyerda har doimgidek yuqori sifatning namunasini ko'rishimiz mumkin. Yuqori sifatli charm, ADAP display, panorama tom, premium audio sistema Meridiandan bo'ladi. 5 ta o'rindiqdan iborat yuradigan omborxonaning hajmi esa 700 litrdan oshadi. Bu off-road uchun ayni muddaodir. Taxminan 0 dan 100 gacha 6,4 sekund sarf qiladigan. Yoqilg'i xarajati esa 17 litr atrofida bo'ladigan bu avtomobilning dvigateli 3 litrli turbinli motor elektromagnitatel bilan ay obrazli 6 ta silindrga 400 ot kuchi 550 Nm bo'ladi. Yengil gibridi bilan. Eslatib o'tamiz, bu va bunga o'xshagan inomarkalarning kunlik narxi, bojxona to'lovlari va batafsil ma'lumotlari qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'ling.